okajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli yaxshilar. Mana xudo xolasa birinchi nimamiz boshlandi. Birinchi kunimiz challenge'imizni nasib bo'lsa BAM tarafdan zaявka tushdi. Xudo xolasa o'sha yerga qarab boramiz. Mana keldik xudo xolasa. Lokatsiya tashalgan joyga. Xudo xolasa endi topshiramiz bozorligimizni. Qilmoqchi edim, o'zi chiqib qoldi. Hozir oldirib qo'ydim. Ya, assalomu alaykum. Chiqdi, do'daram. Namaste. Assalomu alaykum. Mujik. Ha, ishkali. Mavqajon kamtar. Ehsonam بود amna. Yoram qitam qajon. Jamba sovuqchi shetem. Mujik. Va roz bomityam. Gashta biyoqa. Boqarsa, boqavarsa, shoshilmayapti. Ana canım. Chi. Ana biyem va dori konuşma planım da işte. Dikte geçenler kurda. Akşam bir şey çalmak ne? Ne hemen namsa. Sesi de çağırsa da sanırım pisi de işte. Çorsa da zor. Şuradan koyacağım. Assalomu alaykum. Men tushmoqda Tonnazmi? Kamtar va yomon bo'ldi, rahmat. Ehson oma bu. Ham duo kam moneton shu dam. Rahmat. Xo'sh. Mayli, naqshe, sog' salomat bo'ling. Mayli. Xo'p, rahmat. Mayli. Tubami? Ha, hali tu mayda ukajon. Tu maktaba xondaga dakor. Ne xondan ko'rdi? Maktaba xonda ravda maktabba. Shu? Yodgirda bachi. Ha, men intizam میبینم. Akun korba kitanam mumkin edi, boyaban arasdagi, momba mumkin edi. Hajda va daryo обязательно korba migiram ukajon. Men endi videoga migiram. Mana shu bola men videoga kelsam. Juda ham nima yaxshi bola bu. Biz bulvarda tanishganmiz bu bola bilan, balonimni qoraytirgan bola. Shijoati bor, juda ham mehnatkash bola. Oilasi qiynalgan, otasi yo'q. Kimda kim ehson yordami bo'lsa, quyidagi menga aloqa chiqinglar, men bu bolaning nomer telefonni beraman. Isming nima ukajon? Niyoz. Niyozjon, salomat bo'l. Telefonda. Mayli. Mayli bo'pti. Yana eslatib o'taman. Kim tanishi yo o'zi sharoiti og'ir bo'lsa, aloqaga chiqinglar, direktga yozinglar. O'zim shaxsiy maoshamda yetkazib, bozorga yetkazib beraman. Maqsadimiz bir-birimizga yordamli, qo'limizni ochiq qilish. Shu insonlarga bir yordamimiz tegsin, xalqimizga. Shu qolganlar, boshqalar shu videoni ko'rib, o'ziga xulosa chiqarib, ularga o'rnak bo'lish maqsad. Sog' va salomat bo'linglar.